Birinchi tasavvur. Bir bloger odamlarni kuldiradi va videosi 5 million ko'riladi. Boshqa blogerlar esa odamlarning hayotini o'zgartirishi mumkin bo'lgan kitobni tavsiya qiladi va videosini atiga bir necha ming kishi ko'radi. Nega? Axir foydaliroq kontent ko'proq tarqalishi kerak emasmi? Bu kitob blogerlarning aybi emas. Bu inson miyasining ishlash usuli. Miya tez mukofotni yaxshi ko'radi, kulgu bir necha soniyada keladi. Kitob esa mukofotni bir necha kun, ba'zida haftalardan keyin beradi. Shuning uchun miyamiz avtomatik ravishda osonini tanlaydi. Ikkinchi tasavvur. Oldingizda ikkita tugma bor. Birinchisini bossangiz hozir kulasiz. Ikkinchisini bossangiz 3 kundan keyin aqlliroq bo'lasiz. Odamlarning ko'pchiligi qaysi tugmani bosadi? Aynan shuning uchun ko'ngilochar videolar algoritm uchun ham, tomoshabin uchun ham qulayroq. Lekin qiziq joyi endi boshlanadi. Millionlab odamlar kulguli videolarni eslay olmaydi, lekin bitta yaxshi kitob insonning kasbini ham, qarashlarini ham, hatto butun hayotini ham o'zgartirib yuborishi mumkin. Ko'rishlar soni ta'sir kuchini anglatmaydi. Uchinchi tasavvur. Bir video sizni 30 soniyaga kuldirdi. Bir kitob esa 30 yil davomida siz bilan yashadi. Qaysi biri qimmatroq? Shunchaki birining natijasi darhol ko'rinadi, ikkinchisining natijasi esa yillar o'tib bilinadi. Shuning uchun kitob blogerlar sekin o'sadi. Lekin ular shunchaki auditoriya yig'maydi. Ular fikrlaydigan auditoriya yig'adi. Va tarix shuni ko'rsatadiki, fikrni o'zgartirgan odamlar ko'pincha dunyoni ham o'zgartirgan.